osmonni yaratgan zot bo'lgani uchun bu ikki narsa bilan chegaralanib qolmaydi. U zot mazkur narsalardan yuqori zotdir degan e'tiqoddadir. Ikkinchi javob, bu ham yuqoridagi gapning bir bo'lagi. Alloh makonga muhtoj bo'lsa, Allohligi qolmas edi, deydi ahli sunna va jamoa mazhabi. U zot o'ng, chap, old, orqa, past va baland kabi taraflarga ham muhtoj emasdir. Uchinchi javob, bu to'g'risida ulamolar turli fikrlarni aytganlar. Ko'pchilik ulamolar odam ota va momo Havvoning jannati oxiratda kiradigan jannat emas deganlar. To'rtinchi javob, Nuh alayhisalom davrlarida to'fonda yer yuzining odamlar yashaydigan joyini suv bosgan degan ulamolar ko'pchilikni tashkil qiladi.